3 oy oldin ushbu obyektimizni 75 mingga e'longa qo'yib bergandik. Hozir egalari narxini ancha arzonlatib qo'yishibdi. Do'stlar, joyimizni qisqacha arzon qilib beramiz. Ungacha arzonlagan narxini taxmin qilib turinglar. Aniq lokatsiya Farg'ona shahar Do'konal Kanishka hududi, Malika magazin ro'parasida yo'lda bo'yida joylashgan. Maydoni 6 sotidan iborat, oldi tarafida qo'shimcha yana 4 soti joylari bor. Ichkarida bemalol qurilish qilgani yerlari yetarli, o'lchamlari taxminan 23 ga 26 ni tashkil qiladi. Gaz, svet, suv, kanalizatsiyadan muammo yo'q deyishyapti. Bitta katta va ikkita kichik xonali, jami 3 xona, 3 faza elektrlar tushirilgan tayyor binosi bor. Birorta kichikroq ishlab chiqarish qilib foydalanishingiz yoki buzib olib choyxona, klinika, laboratoriya va shunga o'xshagan bizneslar uchun ko'rib chiqsa ham bo'ladi. Oldida shunaqa 4 sotli joydan ham faoliyat turiga moslab unumli foydalanish mumkin. Ushbu Farg'ona shahar Do'konal Kanishka hududi yo'lda bo'yidagi 10 sotli 3 xonali noturar obyektimizning narxini 55 mingga tushirib qo'yishibdi. Bundan ham yana tushirib kelishtirib berishar ekan. Pastda opsiyaniyada egalarining raqamlarini qoldirib qo'yaman. Bemalol telefon qilib baraka qilishingiz mumkin. Azizlar, obzor yoqqan bo'lsa, like bosib, videoni Farg'ona shahridan biznes qilgani noturar joy qidirib yurgan tanishlarga yuborib qo'yish esdan chiqmasin.